Yuring. Kelmen, men sudash katta ayol kishini. Ayol kishi. To'g'ri gapira olma. Olib qo'yibdi. Olib qo'yibdi. Non sotaman, boshqa Men non sotaman, oiladim. Jaloblik qilmayman. Ayol kishiga Bu videoni ko'rganimdan keyin xodimlar juda ham noto'g'ri ish qilyapti. Ozgina bo'lsa ham oilamga tirikchilik qilaman, ro'zg'orimni tebrataman degan odamga noto'g'ri ish qilishyapti degan fikrga borib qoldim. Yana bir videoni tashlab berishdi. Fikrim ozgina o'zgarib qoldi. yedirib qo'ygan joylarimni gapirib olmay qo'ying, kameraga tushib qolasiz. Qo'ying. Qo'y, men Doni. Men yedirib qo'ygan joyingiz bor. Men sizni hurmatingizni qilib, yana Doni deb gapiryapman. Meni yedirib qo'ygan joyingiz bormi? Qoching. Bo'ldi, davay, ket. Ichkari kiring, ichkarida. Men chiqib kirmayman. Qog'oz yozib berasiz. Bo'ladi. Kirib sikilib bo'lganman o'tga. Qog'oz yozib berasiz. Chiqdim, yotib ham chiqdim. Qog'oz yozib berasiz. Bo'ldi, yozib berasiz. Doniyorga shunaqa pul berganman, non berganman, pul berganman, hammasini yozib berasiz. Bo'ldi, yozib berasizmi? Yuring ket. Bo'ldi, ketib yuring, boramiz. Yuring, boramiz. Yuring. Fikrim o'zgarganining asosiy sababi xodim bu yerda video syomka bo'lyapti. Xodim o'zini oqlash uchun keltirib bering o'sha narsani deyapti. Qatta nimani yeb qo'yganman deyapti. Eng to'g'ri yo'li shu ayolmi yoki buni taniydigan kimdir menga aloqaga chiqsa, holatga oydinlik kiritib o'tib ketamiz. Bu ayolning ishi qonuniymi, faoliyat olib borayotgan ishi yoki noqonuniymi? Qaysi bozorda bo'lyapti bu holat? Holatga oydinlik kiritsak, hammamizga yaxshi bo'ladi. Har xil negativlar ham bo'lmaydi. Xodimga nisbatan yoki bu ayolga nisbatan nohaq qanaqadir ayblovlar ham bo'lmaydi kommentariyada.